Dunyoga faqat telefon orqali qaravermasdan bitta kofeni olingda, tabiat bag'riga yarim kun, bir kunga bo'lsa ham telefonni olib qo'yib, telefonsiz ko'z borib qaytmaydigan kengliklarga chiqib, telefonni ham qadriga yetasiz, tabiatni ham qadriga yetasiz. Buni gashti boshqa albatta, maza qilib. Dunyodagi eng kuchli mutaxassislar tavsiyasi bir kun yoki yarim kun hech bo'lmasa telefonsiz yurishlik. Rosa iloji yo'q bo'lsa, tugmali oddiy telefon ishlatishlik. Bu telefon yomon, ziyon degan ma'noda emas, bunda ikkita kuchli foydasi bor. Birinchisi bu ne'mat qadriga yetishlik. Smartfonlar qanchalik darajada bizni uzog'imiz yaqin, og'irimiz yengil qilayotganini boshqacha his qilasiz. Qanaqangi bir ish bitirayotgani, doim yonimizdaligi uchun buni his qilmaymiz, lekin sal yarim soat, bir soat, yarim kun, bir kun qo'yib qo'ysak, qanaqa bu ne'matligini, buni qadri qanaqa kuchliligini biz boshqacha his qiladi. Ikkinchi foydasi bu digital detox. Yaqinda IELTS darsimizda BBCdan mavzu keldi, ya'ni biz hayotning juda ko'p qismini haddan tashqari televizor, monitor, telefonga qarab o'tkazib yuborayotganimiz. Bitta misol ko'rgansizlar, bunaqa odamlar bor. Dunyo chekkasida nima bo'layotganini biladi, lekin tashqarida o'zida qanaqa zo'r havo bo'layotganini bilmaydi. Biz bu videoda telefon, kompyuter va televizorlarga mukkasidan ketgan tanishlarga jo'natib, bu mavzu hammamizga birdek zarur mavzu va obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi mavzular undan-da qiziq, hammamizga tegishli foydali ma'lumotlar kutib turibdi.